joyda aytsa, Alloh taborak va taolo beparda eshitar ekan. Hazillashib aytsa ham, rostdan aytsa ham. Ikkinchisi, ota-onani bolasiga qilgan duosini Allohim beparda eshitar ekan. Baraka top. Bolam iymoning salomat bo'lsin. Bolam umring uzoq bo'lsin. Bolam. Birodarlar, dinimizda ota-onani duosini olgan odamdan duo olinadi. Ota-onasini duosini olgan odamdan duo olinadi. Mana unisini eshiting. Hozirgi Turkiyani Istanbul degan shaharda Xirqai Muborak degan bir masjid bor. U masjidda Uvays Qarani hazratlarini kiygan chakmanlarini Ramazon oyida eksponatga qo'yadi. Butun yer yuzidan odamlar kelib, haligi chakmanni ziyorat qiladi. U chakmanni Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam merosga kiygan ekanlar. Allohu alayhi vasallam. Shuni Uvays Qarani degan ummatlariga, sahobiyga, ba'zilar tobi'in deydi, ba'zilar sahobiy, biz aytamizki sahobiy deymiz. Shu zotga hadiya qilgan ekanlar. O'sha chakmanni odamlar ziyorat qiladi. Birodarlar, o'shani voqeasini eshiting. Hazrati Umar oldin ota-onadan duo olganning oldida ulug'lar ham tiz cho'kkan. Ota-onadan duo olganlarning oldida ulug'lar tiz cho'kkan. O'shani eshiting. Hazrati Umar oldin Ibn al-Xattob radhiyallohu anhu Madinaga kelgan ziyoratchilardan bir so'rab qoladigan odamlar odatlar bor ekan. Voy, sizlar Yamanlik emasmisizlar? Yamanlik emas. Yo'q, biz Yamanlik emas. Voy, sizlarchi, sizlar Yamanlikmisizlar? Yo'q, biz ham Yamanlik emas. Kimni ko'rsalar Yamanlikmisan deb so'rab qo'yar ekan. Bir kuni Yamandan odamlar kelibdi. Shu ko'zlagan odamlarni topganday bo'lib savol berayotganlar. Ey, siz Yamanlikmisiz? Ha, men Yamanlikman. Siz Murodlikmisiz? Murod bu Yamandagi viloyatning nomi. Ha, men Murodlikman. Siz Qaranlikmisiz? Qaran bu qabilaning nomi. Ha, men Qaranlikman. Sizni otingiz Uvaysmi? Otangizning oti Omirmi? Ha, meni otim Uvays, otamning oti Omir. Sizni qo'lingizda oqingiz bormidi? Tangada qolib tuzalganmidi? Hazrat Uvays Qaranining qo'llarida tangadak oq qolgan ekan. Shu qolib tuzalganmidi? Ha, tuzalgan edi. Sizni onangiz bormidilar, uni duosini olganmidingiz? Ha, meni onam bor edilar, ularning duosini olgan edim.